Uy sharoitida qush boqib 5 million so'mdan 10 million so'mgacha daromad qilish akalar bugungi videomizda qush boqish, ya'ni papugoylarni valnisli prostoylardan boqib 5 milliondan 10 million so'mgacha daromad qilayotgan do'stimiz oldilariga kelganmiz. To'liq ma'lumotni olib beramiz. Iloji boricha videoni oxirigacha ko'ringlar, manfaatli video bo'ladi. Uy sharoitida shu qo'shimcha biznes qilib daromad qilish sirlarini, papugoy boqish sirlarini bugun xohlasa yoritib beramiz videolarini. To'liq qilib videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Videoni sekin boshlaymiz do'stim bilan. Yo'llar charchab qolmaysiz do'stim. Allohga yaxshimisiz, sizmisiz? Rahmat. Qanday bo'lyapti endi qushmoqchi? Zo'r, Xudoga shukr, Allohga shukr, barakali bo'lyapti, o'shni. Do'stim, safardan kelganlar qo'shimcha ish sifatida necha juft qush oldingiz? 40 juft qush oldim o'shni. 40 juft, bitta ko'pi valnisli prostoy. Ha, ko'p prostoy, ichida nemislari ham bor, kapalaylari ham bor o'shni. Necha puldan olgansiz do'stim? Bir vaqtda Jupini 300 mingdan olingan o'shni. 40 juftda 1000 dollarga to'xtagan menga. 1000 dollarga 40 juft qush olgansiz. Aha. Endi buni qarang. Ichida miramir deydi biladi. Ha, miramirlari ham bor, prostoylari ham bor, nemislari ham bor o'shni. Maladoylari ham bor ekan. Maladoylari ham bor o'shni. Maladoylar bir qator chiqdi, xudo xolasa. Endi bir vaqtda tushuntirib o'tib ketamiz do'stim. Qarang, bularni nimalar bilan boqyapsiz, necha mahal qarayapsiz? Shunday aytib o'taylik. Bir kunda 2 mahal qaraymiz o'shni, ertaman kechga suv pullarni qaraymiz o'shni. Xo'p, mana ertalab 8 da boshladingiz. Aha. 1 soat vaqti, mazaratan, men 1 soatda hamma yo'q, tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Nimalar beryapsiz? Ertaman bir qator doniga qaraladi, o'shni doniga, semishga, joyga vitaminlarni qo'shib qo'yamiz o'shni. Bundaqa mel osib qo'yiladi o'shni. Bundaqa mellarimiz bor o'zimizda. Bu mel nima vazifasini bajaradi? U mel qanaqadir vitamin pasayib qoladi, qush o'shunga nima qilaveradi, vitaminlarni joy-joyiga yetkazib Mana kelar qushlar 2 kundan bir o'shni bu tuxumga tuxum beramiz. Tuxumni qaynatib, suvda pishirib, Ha, tuxumni qaynatib, suvda pishirib, moslashtirib nima qilaveradi o'shni. u asosan bolalangan qushlargami yo bolalanmagan? Bolasi bor qushlarga tuxum berilsa yaxshi. Bolasi yo'q qushlarga tuxum berilsa, ko'p semirtiraveradi o'shni. Qush semirib qoladi, ya'ni yaxshi. Ha, yaxshi bola qo'yolmay qoladi. Keyin bularga 2 kunda bir salatini berib turiladi. Salatlarga nimalar kiradi? Mana do'stlar qarang. Siz bilan biz ozmoq tushunamiz, va shuni siz tushunasiz. Birinchi boshlayman deyotgan aka-ukalarga, qiziqli odamlarga ma'lumot bo'lib qolsin degan maqsadda so'rayapman. Boshidan tushuntirib bersangiz, tala mana qushni olib keldingiz. Ya'ni hali bolalangan yo'q. O'zini donidan tashlaysiz, anaqa. ha, Sariq don ekan bu. ha, sariq Buxoro doni bo'ladi o'shda. Mana dondan berdingiz, qushni doni. Keyin o'sha bolaga harakat qilib qol, mana shuni to'ldirib olib qo'yasiz. Ha. O'sha bola yo'q paytdan tuxum berib vitaminlar berilaveradi. Ha, tuxumni iloji boricha sarig'ini olib tashlab, oqini o'zini beriladi o'shni. Tuxum sarig'ini berib qo'ysangiz, qush yog'i bosib qoladi, o'sha qiynaladi tuxum qo'ygani. Keyin bitta ma'lumot eshitdim, ko'katlardan ko'p berib bo'lmaydi deyapti. Nima deysiz shunga? Ko'katlarni ko'p berib yuborsangiz, o'shni qushni ishini yurgizaveradi. Foydada ko'p bo'ladi. Ko'katlar. Salatlarda 2-3 kunda bir bergan yaxshi. 3 kun oralatib salatni berdingiz, tuxumni necha kunda bir berish kerak? Tuxumda bola ochganda o'shni har kuni tuxum berganingiz yaxshi. Bo'lmasa 2 kunda bir berganingiz, 2 kunda bir bersangiz ham bo'laveradi tuxumda. Bola ochib olgandan keyin ko'proq tuxum bersangiz, bolani tez katta qilib yaxshi rivojlantiradi. Semirib qolmaydi bola. Yo'q, sarig'ini iloji boricha olib tashlab berilaveradi. Xo'p, keyin harorat qanaqa bo'lishi kerak? Mana hozir 25-may 2026-yil dushanba kuni syomka qilyapti. Xona qanaqa holatda bo'lishi kerak? Quyosh tushishi kerakmi yo'qmi? Shuni ham bilgan holatiga aytib o'tibsiz. Xo'p, men to'g'rirog'i buni mana endi boshlagan hisobiga men uyda ichiga olib kirib olganman bu narsani. Uyda harorati yaxshi. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. O'shning hisobiga hozir qushlarimiz yaxshi. Hali quyosh ko'rish kerak deyshadi bir ko'proq quyosh ko'rish kerak. Quyosh ko'rmaslik hisobiga nimaga borsangiz, betaptekalarga borsangiz, bularga o'z vitamini bo'ladi. Suvga aralashtirib beradigan vitaminlari bo'ladi. O'shanaqalarni olib bersangiz bo'laveradi. Betaptekalarga o'zi bilishadi. Ha. Endi yana nimalar qoldi biz bilmayotgan. Keyin maladoylari ochibdi mana ichida. Tashlar bolalar ekanda. Ha, maladoylarimiz ochib chiqqan hozir. Bir jupa, ikkalasi. Ha. Qonunlisi nar bo'ladi. Monisi nima? Moda. Tayyorlari o'zlari bolalar osna, maladoylari. Maladoylari. Bular ajratib berish kerakmi? Bitta qapasida ham tursa bo'ladimi? Xo'p, qapasimiz hozir kichkinaligini hisobiga ichida donga kirib olgandan keyin, bola chiqqandan keyin 10 kun, maksimum 15 kundan keyin
Adani bitta qapasga ajratib olsa bo'laveradi. Mana do'lar donga kirgandan keyin bola donga tushadi. Ha. Olib bersa bo'laveradi. Donga tushgandan keyin olib bersa bo'laveradi. Mana kelar bularda ham bolalar. Hozir ijodlar bitta hammasida bolalari bor ekan, malada o'ynadi. Ha, ko'pida maladoylarimiz bor oshna. Bundan bir partiya maladoy olib, xudo xolasa uni foydasini ko'rib oldik. Birinchi partiyamiz sotdi oshna. Ha. Ular qachon olindi o'zi? Qushlarga oshna 2 oycha bo'lib qolyapti. 2 oy. Bolaligingizda olganmi? Yo'q, bez bolaligida olganmiz. Sizga kelib ishlashni boshladi. Aha. Bir partiya olib chiqib, Bir partiya olib chiqib, to'g'irlab, hozir o'zi qolganlarda hammasida tuxumi bor oshna. mana akalar qirol tushib qush bo'lsa bu joyingizda endi oshna qarang. Mola o'zi oshnani bosib yotibdi. Tuxumlari bor. Ikkinchi partiyaga o'zi tuxum bosib yotibdi. Bularni bir partiya bolalarini sotgansiz olib chiqib, Ha. Endi mana jub bo'lsa bir partiya sotilgan. Mana nechta tuxum qo'yibdi? 7 dona tuxum qo'yibdi. Mana shu qush boqib daromad qilaman deydigan aka-ukalarimizga foydali ma'lumot o'tkazish maqsadida o'zim o'rtag'im videoni qilyapsiz. O'zim ham qiziqdim. Sizga ham nasib qilsin. Endi do'stim qarang, asosiy qiziqtiradigan holat xonasi. Necha pul daromad qilsa bo'ladi bir oyda? Birodar shuni qush olib chiqishiga qarab 5 milliondan ag'i ko'tarilib ketaveradi oshna. 5 milliondan 10 milliongacha. Xudo xolasa pateriyalarimiz oz bo'lsa, oshna daromadimiz ko'payaveradi. Bir juft qush nechtadan ochdi mana shu chiqqan. Birinchi partiyada bir juft qushimiz eng kami 3 ta olib chiqdi oshna. Eng kami 3 ta. Ha, eng ko'pi 6 ta olib chiqdi. 3 tadan 6 tagacha, 3 tadan 6 tagacha. 5 tadan 4 tadan. Ha. 40 juftdan endi 4 donadan hisoblaganingizda hop 160 dona bo'lyapti. Ha, shuna bo'ladi oshna. 160 dona atrofida maladoy chiqsa, maladoyni bir donasi necha pul hozir? Bir donasi 50 ming bo'lyapti. Oshna bozor narxi 50 ming so'm bo'lyapti. Mana kelar 150 ta maladoy chiqsa oshna. Ha. 7,5 million so'm daromad bo'lyapti. Endi buni ichida qarovni yaxshi qilsangiz, ha? Qarovni yaxshi qilsangiz oshna qilmaydi. Maladoylari yaxshi chiqaradi, o'shuni hisobiga ko'proq tezda sotilib ketaveradi. Birinchi partiya o'zicha o'rtacharoq beradi bu bolani. Ikkinchi partiyadan o'sha yaxshi bolalar chiqaradi, xudo xolasa. Materiali oz bo'ladi. Necha oyda olib tushadi? Yodimda qushlarimiz tuxum qo'ydi, ginizlardan mollarni qanchada olib tushadi va qanchada sotsangiz bo'ladi? Bitta 25 kun ichida aslida ginizlardan bolasi chiqadi, xudo xolasa. ochilgandan keyin 25 kun ichida tushadi. Ha, yo'q, bola ochilgandan keyin qancha 20 kun, o'rtacha nimada 20 kunda chiqadi. 20 kunda donga tushadi. Ha, donga tushadi. Sotsangiz bo'laveradi. Endi sotsangiz bo'laveradi, xudo xolasa. Hop, endi necha pullik sotdingiz birinchi partiyadan? Do'stlar, sir bo'lmasa. Birinchi partiyada aslida 5 milliondan ancha o'tdi. 5 milliondan oshig'ini sotdik. Ha. Uje mana akalar qarang. 1 million 12 million so'm pul tikib, shunaqa mashina. Ha. Necha pul chiqib bo'ldi o'sha 2 oy oralig'ida sizga necha pul qilgan rasxodingizni qanchasi qoplandi hozir? Qilgan rasxodimiz hozir 3 dan 1 qoplandi aslida. 2 oy ichida. 2 oy ichida. Endi Xudo bersa, kuzgacha ishlasa, o'zini o'zi qoplab foydaga kiradi. Ha, xudo xolasa bu ikkinchi partiyamizni ham sotyapti. Qilgan rasxodimiz xudo xolasa hammasi chiqib ketadi. Mana shular o'tgan boshyapti. Xudo xolasa barakasini bersin. Juda chiroyli narsani olib bersa, havas qildim, mana bizga ham nasib qilsin. Mana hammasi ochib ko'rsatyapman, maylimi o'rtoq? Bemalol. Mana hammasi yana jub-jub bo'lib bosib ochishdi, ko'z tegmasin. Hatto nechtasida hali ishlamayotganlar bor, bo'shlar. Hammasi boshi kelyapti. Ishlamayotgan bitta uni gnizdosini teskari qilib qo'yganman mana uni. O ikkinchi ishlamayapti. Ashunga ichga ko'proq to'kat berib qo'ygan hisobiga ichini yurgizib yubordi. Ichga mopol, kasalga o'xshab qoldi. O'shuning uchun gnizdosini ajratib, hozir vitaminlarni to'lab beryapmiz o'shni. Bunaqa holatlar ham bo'lib turar ekan. Bunaqa holatlar ham bo'ladi o'shni. Akalar $1000, $2000 pulingiz bo'lib, vaqtingiz bo'lib, nima qilishga, qo'shimcha daromad qilish bilmayotgan bo'lsangiz, bu ham yaxshi biznes ideya. Nima deysiz, o'rdan tavsiya qilasiz? Yaxshi, boshlagandan keyin oshni tavsiyasini beraman. Qunti bitta joyiga qo'yib, sabr bilan qarasa, oshni yaxshi qarash, parvarishini qilsa, oshni daromadga olib chiqaradi. To'polon, hamma narsada ham birinchi o'rinda sabr bor bersa, mana do'stimiz aytmoqchi,
2 partiyada o'sha puli chiqyapti, xudo xolasa. Xudo xolasa 2 partiyada Endi chiqadi. hozir may oyining oxirida turibmiz. Qachongacha ishlaydi bu qushlar? Bu yil davomida 2026-yil davomida Bu oldindan boqqanim hisobiga aslida men 3 oy qishda qushlarga dam beraman. qish ichidan oladi. Ha, qish ichidan beraman qushlarga. Qishdan chiqib qolganimizdan keyin yana sekin ishlatishni boshlayveramiz. Maşallah. Qo'qqisi tuxum qo'yibdi. Ha. Barakasini bersa 3 oy dam oldi, yozda Mana bu yerda o'zi bitta qushimiz ochib chiqdi. Mana bu keyingi partiyalarda mana bittasi ochibdi. 8 donamikan yana tuxum turibdi. Mesela ochib olsam buni. Mana hozir nechi qishki dekabrgacha ham necha partiya ishlatish mumkin. Mana shu holatda qushlar parvarishi zo'r bo'lsa, Dekabrgacha men o'zim hisobimda yana 3 partiya, 4 partiya ishlatib olaman. 3 partiya ishlataman yana. bulardan mana ochib chiqqan maladoylardan tashqari yana 3 partiya ishlaydi. Ha. Mana shu gnezdoya tuxumlar bilan, Ha. Iloji boricha gnezdoda almashtirib qo'ymaslik kerak oshna bularda. Gnezdo almashib qolsa, qushlar ishlashi ozayib qoladi, pasayib qoladi. Ha, gnezdo tanday o'ziniki bo'lsa, Ha, ishlayveradi. ha, almashib qo'ymaslik kerak, yangilamaslik kerak. Masalan, dam berayotganingizda aslida gnizdoni baqa olib tashlab turib qaytib qo'yasiz-ku. O'shni ishlash pasayib qoladi. Nega siz gnizdoni ichida o'zini hidlariga qush o'rganib olgan bo'ladi. Ha, tushunarli. O'sha eski bo'lsa ham o'zinikini shunaqa qilib, Ha, qo'yib qo'ygan yaxshi. remont qilib qo'ygan yaxshi. Keyin buni yana narsasimga tushib qoldi, gnizdoni ichida nima hozir har xil narsa solishyapti ekan. Mana bizlar to'pon ekan, Ha, bizda apilka qo'yilgan, aslida yuqoriroq. Nasha ham yaxshi, ya'ni bolalarini ezib qo'yib, boshqa narsa bo'lmaydi. Ha. Bezovtaqni o'ylaymiz. Keyin suvni necha kundan ishtirish kerak? Do'stim, mana suv turibdi. Suvni men oshni iloji boricha har kuni almashtiraman. Bu dog' suvmi yo distirlangan suv, oddiy suv? Oddiy suvni uy haroratiga qo'yib qo'yib, bir kun turgandan keyin uy haroratida keyin bersa bo'laveradi. Mana shunaqa xonaga, ho'kizroqga qo'yasiz. Ha. Bir kun moslashadi. Bir kun moslashadi, keyin berilaveradi. dog' suv qilish shartmi? Dog' suv qilish, men dog' suv bermayman, endi hammani stili har xil. Ha. Joylarga dog' suv beradi oshni. Joylarga to'g'ri suv beradi. Mana обязательно mel bo'lish kerak ekan, vitaminlarga. Keyin har 3 kunda bir salatni endi qizil so'zi, nimalar kerak? Qizil so'zi, qizilcha, ukrop, kashnish, karam. Karam. Ukrop, kashnish, karamni ozroqdan aralashtirgan yaxshi. Yoki uchalasi ko'payib bo'lsa, qushni ishini yurgizib yuboradi. Bo'lasa, kerakli ma'lumotlar beryapmiz degan bittama akalar. Endi yana nimasi qoldi do'stlar, so'ralmagan. Ma'lumot to'liq olaylik. Xudo xolasa shuni Videoda ko'rgan odam ma'lumotni vaqtiga rozi bo'lsin, o'tkazgan vaqtiga. Mana pastga tushib ketar ekan axlatlari. Ha. Mana o'ylab deb ekan. Akalar shu qirg'iz jup qushboqib nechta daromad qildingiz 2 oy ichida oshni? 2 oy ichida bir partiya chiqdi, oshni 5 milliondan oshiq sotdim. Hozir mashturishda nechta maladoy bor toplaydigan? Agar Shetda o'zida hozir maladoyim o'zini hisoblasang, yana 10 juftdan ko'proq maladoyim bor yana. Bu maladoylarimizni xolasa 2-3 kundan keyin adeldan olib chiqib, to'g'rilab qo'yiladi, boshqa qapasga olinadi. endi bundan keyin akalar yana nechta gnezdoy bo'sh hozir, bilasizmi? Atrofida 40 ta gnezdoy bo'lsa, 40 ta gnezdoyimiz bo'lsa, 2 ta yo 3 tasi bo'sh, tuxumi yo'q. 35 tasi, ya'ni 5 Ha, tasi. 5 tasini nima qiladi? 5 tasi to'g'rilasa Hammasida tuxumi bor. Tuxum ham ozmas ekan lekin, 2 ta 8 ta, 9 taligini ham ko'rdik. Akalar, kimda sharoit bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, boqinglar, tavsiya qilamiz. Xolis aytib o'tyapmiz. Lekin bitta narsasi jichcha shovqini bor ekan. Mana qush ovozi uyning ichida yopiroya turganingiz uchun jichcha baland, lekin kirganda asablaringiz dam oladi. Bu ovozi bunaqa yoqimsiz-da. Oppoqdan chiqdi mana. Buni ko'paytirmoqchimisiz oshni yo nima deysiz? Yana olmoqchimisiz yo? Yana ko'paytirmoqchiman oshni. Iloji bo'lsa xudo xolasa 100 juft oshiramiz qushlarni. 100 juft oshiriladi. Qaravi qiyin bo'lsa, necha soat tajriba qilyapsiz?
kuniga uzog'i 2 soat vaqt ajrataman shuni. Hamma yo'g'i top-toza bo'ladi. Ertalab 1 soat, Kechqurun 1 soat. Mana qaroqchi qishga qiyinchilik bo'lmayaptimi? Yo'q, qiyinchilik yo'q, xudoga shukr, yaxshi. Endi siz joyingizga moslashib, qushlar o'rnashib, bir nimaga olguncha ancha vaqt o'tibdi. Bitta ishlashga tushib olsa, bu ham inkubator degan narsaga, ana bolalari chiqib chiqmasdan tuxumlari qo'yiladi hammasi. Do'stim, barakasini bersin. Agar ma'lumotlarda nimadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar akalar. Do'stimizdan ma'lumotni olib, kam ko'sti bo'lsa, qarovimizda uni ham aytib o'tinglar. Qushchilar bo'lsa, tajribasi ko'p akikalar bo'lsa, uni ham aytib o'tinglar. Bir qator bizlar xato kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Sizga katta rahmat do'stim. Sog' bo'ling. Qurbonga baraka. Rahmat. Yo'q demasdan ma'lumotlar berganingiz uchun rahmat. Izohlaringiz ham bitta like bosib qo'yishadigan bittalar. Videolar anchadan beri qilganimiz yo'q, kanalimizni qo'llab-quvvatlab tabrikga qo'yishadi. Shu bo'ldi akalar, bugungi videomiz o'sha g'allisli papikoylarni, rastoylarni $1000 ga olib, o'sha $500 ga yaqin daromad qilib bo'ldilar do'stim 2 oy ichida. Hozir sotsangiz ham $100 dan oshiqroq pul bor ekan. Xudo xolasa bor. Undan keyin ham hammasi tuxum qo'yib ishlayotgan tayyor. Bittadan like bosib qo'yasizlar videoga akalar. Hammaga nasib qilsin. Qushga qiziqqan yosh ukalarimizga, ukalarga videoni jo'natib ko'rasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xohlasa mol boqish, qo'y boqish, sotuvdagi qo'ylar barchasini chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan shu bittadan bepul, bittadan like bosib bizni qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat. O'tgan vaqtlarga rozi bo'linglar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.